Dekabr oyida tug'ilganlar qanday odamlar? Qishning dastlabki oyi dekabrdir. Tabiatdagi tiniqlik, harakatning sokinligi, havo sovuqligi va yorug'lik kamligi kabi omillar bu oyda tug'ilgan odamlar psixologiyasida iz qoldirmay qo'ymaydi. Dekabr odamlarida jiddiylik, fikrlash, og'irlik, mas'uliyat va o'ziga bo'lgan ishonch kuchli bo'ladi. Ular tez harakat qilmasada har qachon borib bo'ldi yoki bo'lmadi deb qarorni ishonch bilan ayta oladi. Bunday insonlar hayotda xayolotga emas, balki aniq, real natijaga ishonadi. Sharq ulamolarining aytishicha, qishda tug'ilganlar fikrning o'zini o'zi tez to'g'rilaydigan turi. Bu juda chuqur ta'rif. Chunki dekabrda tug'ilgan kishi xatoga yo'l qo'ysa ham uni zudlik bilan tahlil qiladi, qayta o'rganadi. Shu bois bunday insonlarning hayotida taqdirni ayblash deyarli uchramaydi. Ular uchun men yaxshi o'ylamadim, men o'zim noto'g'ri qaror qildim degan ruh nuqtai nazar kuchli. Bu psixologlarda ichki mas'uliyatli tip deb ataladi. G'arb psixologiyasida esa dekabr oyida tug'ilganlar realistlar deb qaraladi. Ular o'z ichki dunyosida toza fikr bilan yashashni afzal ko'radi. Daholarga emas, isbotlangan yo'llarga ishonadi. Ular mantiqqa suyanadi. Shuning uchun ham dekabrda tug'ilganlardan ko'p holda yuqori mas'uliyatli rahbarlar, rejali tashkilotchilar, hisobchilar, muhandislar, huquqshunoslar, shifokorlar, tadqiqotchilar chiqadi. Bu oy insonlari ichki tomonda qattiq va baquvvat. Ular o'ziga ishonib yashaydi, lekin odamlarga ko'pgina ishonch ham yuklamaydi. Ularga har kishi o'zini o'zi hal qiladi degan ishonch ruhan qulay. Dekabr odamlari ko'p gapirmaydi. Ularning gapi ko'p emas, lekin har gapi yukli. Bu odamlar tez do'stlashmaydi, yurak eshigini tez ochmaydi, lekin biror insonga ishonsa, chuqur va halol bog'lanadi. Ular uchun miqdor emas, sifat muhim. Ko'p odam bilan emas, 2-3 ishonchli inson bilan yurishni mos deb biladi. Sabr, intizom, mantiq, tanlovni halol qo'yish, bo'ldi desa orqaga qaytmaslik dekabr odamlarning ichki kuch nuqtalaridir. Ularda vaqt qadri kuchli. Ular kechiktirmaydi, orzularini xayolot bilan emas, reja bilan amalga oshiradi. Ichki hissiyotlarni yashirish, qalb og'rig'ini o'zgalarga bildirmaslik hamda boshqalarga ishonchsizlik dekabr odamlarining zaif nuqtalaridir. Ya'ni bunday odamni tushunish uchun vaqt kerak. Dekabrda tug'ilganlar sokin, fikrga boy, kuchli va holatlarni vaziyatga yarasha baholaydigan insonlardir. Ular shovqin bilan emas, mantiq bilan yutadi.